Men xo'jayinning yordamchisiman, o'ynashini emas. Ana o'zi ham quvvatda. Labbe xo'jayin? Nima qilasizlar Abdurahim? Ha, Fidabga ovqatlangani keluvdik. Yaxshi, aytgan narsasini olib berganda uyga tashab qo'y. Xo'p bo'ladi. Vau, zo'r chiqibdi. Abdurahim, uyga sabr qildiring, uyda yeyman. A kofeni hozir ichaman. Xo'p bo'ladi. Hammasini qarab oldingiz-a? Agar nimadir qolib ketsa, o'zingizga olib ketasiz. O'zim olib ketaman. Abdurahim, Keling. siz bu yerda nima qilyapsiz? Ovqatga keluvdim. Mani qiz kim? Erkakchilikda bo'lib turadi-yu. Nima? Uyda ikkita bolang bor, guldek xotining bor. Mana shu yurishlaring ertaga erimishiga ham ta'sir qiladi. To'g'ri. Bez. Men keta qolay, kechiring. Haqqa ketasan, turshotda. Hozir kelaman, 1 minut, cho'tdimi? O'zi basharasi yo'qmasdi shuni. Voy. Abdurahim, kim anu qaratovi nimaga sizni uryapti? Siz uyga boravering, men sizga keyin tushuntirib beraman, xo'p? Xo'p. Xo'jayin, ana o'ynashingiz Ayiza bilan keyin ham ko'rishib qolishdi. Nima deyapsan? Qanaqa ko'rishib qoladi? Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Xavotir olmang, men o'ynashimni devordim. Yo'qot qizni o'tdan tez. Shundoq ham ketdi. Xo'p. Nima meni olib qoldilar?